Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Zelenskiy korrupsiya mojarosidan so'ng razvedka rahbarini prezident divani boshlig'i etib tayinladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy eng yaqin yordamchisi Andrey Yermak korrupsiya mojarasi fonida iste'foga chiqqanidan 1,5 oy vaqt o'tib, razvedka rahbari Kirill Budanovni prezident devoni rahbari etib tayinladi. Bugungi sharoitda Ukraina xavfsizlik masalalariga yanada ko'proq e'tibor qaratish kerak, deb yozdi Zelenskiy ijtimoiy tarmoqlarda. 39 yoshli Budanov shu paytgacha harbiy razvedka boshqarmasida rahbarlik qilib kelgan. Ushbu tuzilma Rossiyaga qarshi bir qator yuqori samarali zarbalarni amalga oshirganini da'vo qilgan. Vladimir Zelenskiy devoni rahbari etib tayinlangan Kirill Budanov AQSh bilan mustahkam aloqalarga ega bo'lib va Markaziy razvedka boshqarmasi tomonidan qo'llab-quvvatlangan dastur doirasida tayyorgarlikdan o'tgan. Bu haqda Amerikaning New York Times gazetasi yozmoqda. Budanov AQSh bilan mustahkam munosabatlarga ega bo'lib, bu AQSh prezidenti Donald Trump ma'muriyati bilan olib boriladigan tinchlik muzokaralarida muhim rol o'ynashi mumkin. Zelenskiy ijtimoiy tarmoqlardagi postida shunday yozdi: Bugungi paytda Ukraina xavfsizlik masalalari, mudofaa va xavfsizlik kuchlarini rivojlantirish, shuningdek diplomatik muzokaralar yo'nalishiga ko'proq e'tibor qaratishi zarur. Kirill bu sohalarda maxsus tajribaga ega va natijaga erishish uchun yetarli kuchga ega. Prezident yangi devon rahbariga Ukrainaning mudofaasiga oid strategik asoslar bo'yicha muhim hujjatlarni yangilash va taqdim etishni topshirganini ham qo'shimcha qildi. Ukrainada prezident devoni rahbari lavozimi tarixan juda qudratli hisoblanadi. 2000-yillarda hatto bu lavozimdagi shaxs deyarli prezidentning o'zi bilan teng darajada hokimiyatga ega bo'lgan davrlar ham bo'lgan. Rasmiy jihatdan ma'muriy hisoblangan bu lavozim amalda davlat rahbariga yaqinlik, shuningdek hukumat ishlariga ta'sir o'tkazish imkonini bergan. Masalan, devon rahbari davlat lavozimlariga tayinlovlarni ilgari surishi yoki biznes doiralariga bosim o'tkazishi mumkin bo'lgan. Bu esa ko'pincha shaxsiy manfaatlarga olib kelgan. General Budanovning tayinlanishi ushbu lavozimni tubdan qayta shakllantirish niyatini ko'rsatadi. Bu prezident devonini amalda urush rejimiga o'tkazadi degan fikrlar ham bor. Budanov asosiy e'tiborini xavfsizlik va Rossiya bilan urushga qaratishi ham mumkin. Juma kuni kechroq Zelenskiy yuqori lavozimlardagi yana bir qator o'zgarishlarni e'lon qildi. U Fyodorovni yangi mudofaa vaziri lavozimiga nomzod sifatida ko'rsatganini aytdi va buning sababini Ukraina mudofaa vazirligi tuzilmasini o'zgartirishga qaror qilganim bilan bog'liq deb izohladi. 34 yoshli Fyodorov Ukraina hukumatidagi eng yosh vazir. Uning eng muhim yutug'i hozirgacha davlat xizmatlari uchun markazlashtirilgan raqamli platforma Diya tizimini ishlab chiqish va joriy etish bo'lgan. Zelenskiyning aytishicha, Fyodorov dronlar bilan chuqur shug'ullanadi va ayniqsa ko'proq dron operatorlarini tayyorlash vazifasi unga yuklanadi. Zelenskiy Budanov o'rniga harbiy razvedka rahbari lavozimiga 56 yoshli tashqi razvedka boshlig'i Oleg Ivashchenkoni tayinlaganini ma'lum qildi. Sobiq devon rahbari Yermak 28-noyabr kuni iste'foga chiqqan va uning ketishi Zelenskiy uchun jiddiy zarba sifatida baholangan. Yermak iste'fosi uning Kiyevdagi uyi korrupsiyaga qarshi organlar tomonidan tintuv o'tkazilganidan ko'p o'tmay yuzaga kelgan. Unga nisbatan hech qanday ayblov qo'yilmagan. Milliy korrupsiyaga qarshi byuro va maxsus korrupsiyaga qarshi prokuratura tintuv sabablari bo'yicha izoh bermagan. Andrey Yermak Rossiyaning 2022-yilda boshlangan keng ko'lamli bosqini davomida ulkan siyosiy ta'sirga ega bo'lgan. U, shuningdek, urushni tugatishga qaratilgan AQSh bilan muhim muzokaralarda Ukrainaning muzokara guruhiga rahbarlik qilgan. So'nggi oylar davomida tergovchilar energetika sohasida taxminan $100 million miqdoridagi o'zlashtirish bilan bog'liq janjalga bir qator yuqori lavozimli shaxslarni bog'lashgan.
Ular aytishicha, davlatga qarashli kompaniyalar, masalan, yadro energetika kompaniyasi Energoatomga ta'sir o'tkazish va pora olishga qaratilgan keng ko'lamli sxema fosh etilgan. Mazkur korrupsiya mojarosi Ukrainani larzaga keltirdi. Zelenskiyning siyosiy mavqeini zaiflattirib va ayniqsa nozik bir paytda mamlakatning muzokaradagi pozitsiyasini xavfga ostiga qo'ydi. Yevropalik ittifoqlari qo'llab-quvvatlayotgan Kiyev, AQSh yetakchiligida tayyorlangan, dastlab Rossiya foydasiga og'ib ketilgan deb baholangan rejaning shartlarini o'zgartirishga intilmoqda. Rossiya rasmiylari esa mazkur mojaro fonida korrupsiya haqidagi da'volarni aktiv targ'ib etmoqda. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.